Qarishni sekinlashtirish uchun eng samarali odatlar. Birinchi, to'g'ri ovqatlanish. Ko'proq sabzavot, meva, dukkakli mahsulotlar, baliq, yong'oq iste'mol qilish. Oqartirilgan shakar, ko'p qovurilgan va qayta ishlangan ovqatlarni kamaytirish. Yetarli oqsil olish. Tuxum, go'sht, baliq, tvorog, loviya mushaklarni saqlashga yordam beradi. Harakat va sport. Haftasiga kamida 150 daqiqa yurish yoki yengil kardio kuch mashqlari mushak yo'qolishini sekinlashtiradi. Har kuni ko'proq yugurish qon aylanishini yaxshilaydi. Sifatli uyqu. 7-9 soat uyqu organizmning tiklanish jarayonlarini qo'llab-quvvatlaydi. Kechasi yorqin ekran va stressni kamaytirish foydalidir. Quyoshdan himoyalanish. Quyosh nurlari terini erta qarishiga sabab bo'lishi mumkin. Uzoq vaqt quyoshda bo'lsangiz, himoya kremi va bosh kiyimidan foydalanish foydalidir. Stressni boshqarish. Doimiy stress qarish jarayonlarini tezlashtirishi mumkin. Nafas mashqlari, sayr, sevimli mashg'ulotlar yordam beradi. Miyani faol saqlash. Yangi narsalarni o'rganish, kitob o'qish, til o'rganish, odamlar bilan muloqot qilish ruhiy salomatlikni qo'llab-quvvatlaydi. Zararli odatlardan uzoq bo'lish, chekish va ortiqcha alkogol qarishni tezlashtiradi. Yetarli suv ichish va sog'lom tartib muhim. Teri parvarishi. Namlagich vositalar, oqartiruvchi yoki kuchli kimyoviy vositalarni ehtiyotkorlik bilan ishlatish kerak. Ratsionda antioksidantlarga boy mahsulotlar, rezavorlar, ko'katlar, yong'oqlar bo'lishi kerak.